Osakalarimiz pishyapti. Mana osakalarimiz shu tutun ko'ryapsizmi? Tuman emas. Peshonasi yaltirab ter chiqib turibdi. Bu halol peshona teri. O'shaning uchun mana ishlayotgan ishchilar pullarini beringizlar. U 200 ming dirham, 250 ming emas, bir sutka ishlayapti, 12 soat, 16 soatlab tikoyapti. O'shaning uchun hurmatli kafe va restoran egalari yaxshi narx beringizlar. Shunda yaxshi ishlaydi. Ketmasdan, boshqa joyga xayol chalg'imasdan ishlaydi ishchilar ham. O'zingiz mana shu issiqda turib ishlarmidingiz? Agar qo'lingizdan kelganda 100% kafolat beraman, hech qachon ishlatmassiz birodar. Bu yerda hech kim yonini olish uchun emas, oshpazlar ko'rpalarni ko'rib qolaman aytishyapti. Telefon nomerlarini paloncha, tuguncha, pistoncha kim ham kelgan bilan yomon bo'lmaydi. Haqqini talab qilgandan keyin yomon. Kommentariyada ko'raman 200 ming, 250 ming, 300 ming so'm deydi. Yomon pul emas, lekin mehnatga yarasha berilishi kerak.